Hammaga assalomu alaykum. 5 minut vaqtingizni so'raman akalar. Iltimos iloji bo'lsa oxirigacha ko'ringlar shu videoni. Mana shu videoga xohlaganlar o'zini fikrlarini bildirdi. Bildirmaganlarga ham o'zlaringiz bilasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, shu videoga keyin video chiqaraman degandim. Xo'p, masala nimada bo'ldi? Qaranglar. Kabel tortilyapti, firma, qurilish, prorab bor, to'da kimdir noto'g'ri debdi, nimaga asosan noto'g'ri deganlarini tushuntirib berganlarida вообще zo'r bo'ladi. Mayli, o'zlari biladilar. Xo'p, proyekt berilgan qo'lga kabel tortilishi aytilgan, 2 g'ish pastdan tortilish kerak deyilgan. 2 g'ish pastdan tortilish kerak deyilgan. To есть bitta g'ish, ikkita g'ish va o'sha rasvor orasidan tekis qilib kabel tortilish kerak deyilgan bizga. Xo'p, ma'lum qildim. Kelyapti kabel. Dimoxodga to'g'ri kelyapti. Ikkita dimoxod yonma-yon turibdi, mashina turibdi. Bittasi bunday turibdi, bittasi bunday turibdi. Men shunday tushirdim, shunday tortdim, yana ko'tarib olib ketdim. Xo'p, prorab kelyapti, mumkin emas bunday qilib tortish deyapti. Qanday qilib tortay deyapman men. Senga deyapti 2 g'ish pastdan tortilish kerak deyilganmi deyapti. Ha, deyapman. 2 g'ish o'shadan pastdan tortayapman dedim. Nima tushirording deyapti. Men aytayapman, dimoxod borki deyapman. Nima farqi bor dimoxod bo'lsa deyapti, ustidan tortib ket deyapti. Men aytayapman. Bitta dedim, dimoxodni setkasini xotirishda dedim. Muammo dedim, agar kabelga tushsa dedim, siz javob berasizmi dedim. Men javob beraman unga dedim. Yonmasa siz mendan talab qilasiz ishni dedim. Hozir dedim, menga kelib dedim, bunaqa gaplarni qilyapsiz dedim. Yonmasa dedim, ruxsatini qilib bering dedim. 3-chi g'ishdan tortaylik dedim. Tepa endi muammo nimadaki, u prorab men bilan tortishyapti. Просто tak havoyi narsa uchun tortishyapti. U narsa edi hech qanaqa значенияsi yo'q-da, tushunyapsizlar? Prorab shunday qilib tortishyapti men bilan, kerak bo'lsa deyapti, tortib ketishing kerak bo'ladi, unday qilishing kerak bo'ladi, bunday qilishing kerak bo'ladi deyapti. Aka dedim, xafa bo'lmang dedim, bu qilingan ish uchun men javob beraman dedim. Mana bir riskga yoki mana bir svet, mana xonani sveti, mana bir yonmay qolsa dedim, siz emas, men javob beraman dedim. Siz meni yoqimdan ushlaysiz mendan kelib dedim. Yoki katta xo'jayin keladi, men yoqimdan ushlaysiz, sizni yoqingiz emas dedim. Siz aqllilik qilmang bu yerda dedim. Ana shu yerda bak, shu narsalarni juda uzoq vaqt tortishuv bo'ldi. Direktor keldi keyin. Direktor chaqirishga majbur bo'ldik. Endi aka shunaqa zo'ravonlik qilyapti, tushirasan deb, men tushirmayman deb bayoqtirib olganman. Ko'tarsam uni joyiga to'g'rilasam, aytib o'tiribman nima bo'lishini. To'g'risida erta bir kun o'sha yerga bir kun emas o'sha mana malyarka bitadi, o'sha yerga setka qotiriladi. Bitta o'sha yerga samares tushadi-da, endi nidaboq tushadi o'sha yerga kabel. Mana endi mojaro bo'lib ketdi-da, pashti ham shu narsa. Keldi, direktor keldi, direktor nima bo'lyapti? Masala nimada deyapti. Ne qarayapti-da. Nima muammo deyapti prorabga qarab. Tushunyapsizlarmi? Muammo nimada deyapti. Nima bunga deb buncha o'zi uni tortishyapsizlar? Nima shunga meni bezovta qilish shartmidi deyapti. Yo men ishdan ketay aka dedim, yo dedim bag'ishdan ketsin. Men shunamayman bu odam bilan bitta joyda deyapman-da endi. Shunaqa masab buzilgan, nerv qilganman. Bular bo'lmas narsalarga men bilan kelib tortishib, bular bo'lmas narsalar bilan men bilan urushib, boyida qilyaptilar dedim. Ayting dedim, yo men ishlar yo bag'ishlasizlar dedim, yo ishim yoqmayotgan bo'lsa naglar aytinglar dedim. Ishni tashib ketayman aka dedim. Har kuni kelib mana yerga boshini turib, bular bo'lmasga izdovatsiya qilib, boyida qilyaptilar dedim. Xullaski direktor prorabga qarab, aka nima qilgansiz bu? Mana to'g'ri gap bo'lyapti bu yerda hozir. Tortib ketdi, siz javob berayotgan bu. Nima, hech narsa qilmaydi bu narsa. Buncha joy o'tib ketgan-ku. Nima qilyapsiz deb to'g'ri gapirsa, prorab direktorga qarab ham, aka uni yozilgan qonuni bor, yozilgan bir nimasi bor deb gapirib ketishni boshladi. Kitobga urib ketishni boshladi-da. Aka dedi, kitobingizni ko'zingizga uring dedi. Bo'ldi, arizangizni yozing, ishdan bo'shang deyapti. Birdan aytdilar. Voyga prorab, ketsam ketaveraman. Endi o'sha holatdagi odam bilasizlar, shunaqa gapiradi, iloji yo'qligida. Nima demoqchiman? Prosta yoki mana bu yo'q narsaga men bilan tortishdilar. Men bekor o'zida mana fikrlaringizni so'ramadim. To'g'ri hech kim menga ko'p bunaqa katta fikr aytmadinglar. Bitta odam noto'g'ri deb yozgan, bittasi aka hech narsa qilmaydi deb yozgan. Endi nima deydi? Fikrlaringizni bildirganlaringizda yaxshi bo'ladi. Bildirmaganlaringiz uchun ham rahmat, bildirganlarga ham rahmat.
O'sha aka boyagi gap, agar noto'g'ri degansiz, siz ham nima uchun noto'g'ri deganingizni iloji bo'lsa izohda aytib keting. Bularni sharoitni bilmasdan turib, vaziyatni bilmasdan turib gapirish aqliga kelgan gapni gapirib olish kerak emas, to'g'risi. Agar rost fikringiz bo'lsa, chiroyli fikr bo'lsa, ayting aka mana. Noto'g'ri, nima uchun noto'g'ri? Tamam, mana nima uchun noto'g'ri? Noto'g'ri deb hayd qilish kerak emas. Xullas, sizlarni ham shuncha vaqtlaringizni oldim. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar.